Больницani nomini aytmayman. Mashhur joyga olib bordik. Mashhur professorga olib bordik. Qog'ozlarni ko'rdi. Bu aynan meni kasalim. Topib kelibsizlar. Buni faqat men davolayman O'zbekiston bo'yicha. Davolashga ketib qoladi, operatsiyaga yana alohida to'laysizlar, lekin operatsiyadan ham chiqmay qolishlari mumkin deb qo'ydi. Dadamga qarasam shunda cho'kdilar. Og'zimga qarab gapiraman. Qani tibbiyotda dedim, bemorni o'ziga aytish mumkinmi xuddi shunaqa muomalani? Operatsiya qilish kerak deganlarni o'zini operatsiya qilish. Hech qanaqa sizga operatsiya kerak emas. Tabletga yozib beraman, shundan ichib turasiz dedi. Bu dorisi ham seryozni bo'lsa kerak, topilish qiyin bo'lsa kerak dedi. To'g'risini aytaymi dedi. Ko'chada semichka sotadigan ham sotadi shu tabletkani. 64-yili. 10 o'ng qo'limda mana shu yerda. Manzil? Mana shu yerda urush bor. Avgustdan beri. Shunda chiqaveradi, chapadan ham chiqaveradi. Men u chap yurak uyushlar ham yo'q oldingiz. Uyushlar ham yo'q. Xo'p, domlamiz endi eshitib turamiz. Qarang, sizda qon qo'yug'lashish, yurakda quvvatlanish bor, bo'yinda, belda osteoxondroz aytganda tuz bor ekan, nerv ham shamollab qoldi. Keyin hansirash bor. Jigarda yog' bosish, hazmda buzilish, oshqozon osti bezi, ichaklarda shabodalash bor ekan. Keyin ozgina modda almashuvi buzilish bor, pochka, siydik yo'ldan ozgina prostatada ham shamollash bor ekan. Keyin asabiylik, charchoq, bosh miyada qon aylanishda buzilishlar ko'proq, keyin uyqu ham jam bo'lmaydi. Hammasi bor shunda. Yo'q, shular bor ko'rsatyapti, funksional holatda hozir buzilishlar bor. Hammasi bor. Shularga ancha aytyapman, choyni ichib, bir qator kremlardan polni osteoxondrozlarga masajlarni qilib, kuniga 3 mahal ichib sog'liq zo'r bo'ladi. Tozalayotganlarni beramiz. Endi mana iloji bo'lsa bir oyda vaqti deb qolsa yurishib kelib tursin bo'ladi. Inshaalloh kelamiz. Bizdan ham burun bularniki zarur, chunki keyingi oy hajga ketyaptilar. Maşallah. Hammamizni ham yetkazsin. Ha, iloh hammamizni ham yetkazsin. Endi bizlarda o'zimiz bilan sog'liqdan boshqa hamma narsaga e'tibor qilamizda. Uyga, joyga, bola chaqaga, mashinaga, ishga, biznesga, hamma narsaga vaqt topamiz, lekin asosiysiga kelganda o'zimiz bilan sog'lig'imizga bir bosh devorga to'q etib tekkandan keyin e'tibor qilamiz. Biz ana shu holatda keldik-da O'zbekka. Inshaalloh. Ziyoddin akam sabab bilan haligi nimada telefonda ko'rib qoldim-da o'shaligini. Keyin so'rasam, bular sal ma'lumotga yaxshiroq ega ekan. Men keyingi hafta ketyapman shaqqa. Deb keyin yana qiziqishni orttirib yubordi. Reklamaga yaxshi ekan. Haqiqiy bo'lganicha aytib Men 24-martda keldim ularni qabuliga borib, keyin haligini popda ham rosa zo'r osh qilganda endi xudo shunaqa osh shunaqa yeb qo'yarmish turganda. Ana uni ichib turibman-da o'sha. Keyin yo'q dedim, o'zim to'xtatdim. Hazratim ol ye deyapti. Bo'ldi, yeyman deb yemadim o'sha oshni. O'shani 24-martda men o'sha ichishni boshladim. Alato'dan boshqa qolgan hamma narsani ichishni boshladim. Zo'r foyda berdi-da. Shuning uchun men sizga aytdimki, bu yerga kelib alato'ni ichishni boshlaganimda bular sal anaqani kuchaytirib berdi. Dozasini kuchaytirib, shundan ichasiz degandan keyin o'sha chorshanba kuni 6-kun mana bugun 4 kilo 5 kilo vес tashladim. O'zim ham yengil his qilyapman. Hali bir musofir odam bir shaharga boribdi, yo'lda charchagan, och qolgan, kimga borishi, kimga uchrashishi, qayerdan ovqatlanib, qayerda yotishi bilmaydi, shu ochlikka chidolmay baland joyga chiqib qolib, menga vahiy keldi deb baqirishni boshlabdi. Keyin lashkarlar o'sha podshohning oldiga olib bordi. Bu nima jinoyat qildi, nimaga olib keldinglarsa, bilmaymiz, jinnimi, sog'mi debdi bir joyga chiqib olib, menga vahiy keldi, butun shaharni boshiga ko'taryapti. Qarasa bir ahvol ham buni oldin kirib yuvintiringlar, cho'miltiringlar, yangi libos kiydiringlar, chang-chung bo'yotibdi. Qornini to'yg'izinglar, oldin iqtisod, keyin siyosat degan deb kirib, cho'miltirib, kiyimlarni o'zgartirib,
saroy oshxonasiga olib kirib, va to'kin dasturxonda yedirib ichirib, rosa boqibdi. Endi podshohni ham sabri chidamabdi. Yopirib bizni shaharga payg'ambar kelib qoldim, bir borib bilaychi debdi. Yedim ishdim. Vahiy keldimi desa yo'q debdi. Ertasi kuni yana shu ahvol. Vahiy keldimi desa yo'q. 3-kuni kirib vahiy keldimi desa, "Menga vahiy keldi" debdi. Nima dedi vahiyda desa, "Mana shu yerdan hech qayerga chiqmagin deb aytdi" degan ekan. Sizga ham shunaqa vahiy kelib qolmasin. Namanganda bir hojiona kelishdi-da. Vez 122 kilo. Kelishganda Kalaskada ham zo'g'ra kelishgan. Gaplashib ko'rdik. Keyin hojiona nimaga keldingiz desam, "Nabiramni ko'rsatgan olib keldim. Nabiralarda qurt bor." Ko'rib gaplashdim. Keyin hojonani nabirangiz siz bilan birga yotar ekan, qurti bor, demak sizda ham bor. Shana shu qurt dorilarni, mana cho'ylarni deb tavsiya qildimda, keyin bunday qilishdi-da, "Qo'ying bolam, meni uyaltirmang. Men hojonaga qurt qayerdan keladi" deyishdim. Aytdim, "Yo'q, u qurt hojiga borgan bo'lsangiz ham, bormagan bo'lsangiz ham u yosh qarini tanlamaydi, qurt bo'lishi mumkin." Qisqasi shu bilan bular Namanganga ketishdi, Mingbuloqqa. Bir oyda kelasiz-da. Keyin bir oyda kelishdi, yurib kelishdi. Kalaskada emas, oyoqda yurib kelishdi, yurisholmas ekan. Keyin 20 kilo ozgina hojonat jo'natgandim-da. Keyin kelishdi. Kelib o'tirishdi, "Shohidim bolam, haqiqatda 20 kilo oshibdi. 122 kilodan 102 kiloga tushibdi." Keyin aytganingiz to'g'rikim, bir ho'ch qurt tushdi ichimdan deyishadi. Qarang, shunchalik nima ekan? Buni ixlos bilan qilinsa nafi ko'p tegaveradi. Hamma narsaning o'zini ixlosga havolada bu narsa. Shuning uchun aytadi, bir qultum suv ichsangiz ham ixlosdan ichsangiz koni foyda ekan. 1 litr dorivor giyohlarni iching, ixlosli ichsangiz bir qultum suvchalik qadr qimmati yo'q deyiladi. Bejiz aytishmaganda bu narsani. Hamma narsaga ham ixlos bilanda, haligi aytadi, yaxshi gumonda bo'laverish bu yaxshilikka olib kelaveradi. Xudo xolasa ko'z tegmasa yaxshilar. Ilohim, sizlar ham yaxshi bo'laylik, biz ham yaxshi. Bundan ham zo'r bo'linglar. Mana shunday bir uchrashish, qayta uchrashish nasib qilsin. Biz ancha yaxshimiz, ya'ni zo'r bo'lib qoldi deb kelinglar. Ha, inshaalloh. Xudo xolasa inshaalloh. Mana shu hali yaxshilar deyishinglarni o'zi ham odamni yaxshi qilar. Yo'q, o'zi yo'q. Bizda meditsinada shu o'rgatish shunaqa bo'lganki, odamni shunday qarab turib, rangiga, ko'rinish, turishlariga qarab turib, habitus deyiladi. Habitusga qarab turib baho beriladi-da. Qanchalik holatda u dardi bor, qanchalik dardi yo'q. Endi sizda kasallik jarayoni yuqori bo'lsa, bir so'lg'in, bir kayfiyat yo'q, muloqotda bo'lish ham qiyin, shunaqa holatda bo'lib qoladi. Ranglari ham bir ahvol bo'ladi. Darddan forig' bo'lgandan keyin ranglar tiniqlashadi, kayfiyatlar ochiq chehra bilan boshqacha holat bo'ladi. Shuning uchun ko'z tegmas, ko'rinishlaring nurli, yomon emas. Xudo xolasa biz ham sizlarga o'xshab yuraylik. Dadamlarni yaxshi taniydilar. Bizlar endi katta akamizdek bo'lib qolganlar bu kishim. Ustozimiz, Alloh rozi bo'lsin. Infarkt o'tkazganlar-da. Endi hozir mana bu bor, Balisan nomini aytmayman, mashhur joyga olib bordik, mashhur professorga olib bordik. Keyin shu bilan qog'ozlar ko'rdi. Bu aynan meni kasalim. Topib kelibsizlar. Buni faqat men davolayman O'zbekiston bo'yicha degan gaplarga o'zi qandaydir haligi tuyuldi menga. Keyin 5 million to'lab u paytda 5 million katta pul. 2006-midi. Shu bilan davolashga ketib qoladi, operatsiyaga yana alohida to'laysizlar, lekin operatsiyadan ham chiqmay qolishlari mumkin deb qo'ydi. Dadamga qarasam shunda cho'kdilar. Keyin aytdim, "Dada, bu professorni bir duo qiling, o'zlariga bir professor kerak ekan bularga. Shifo bersin ilohim." Nima duosi, og'ziga qarab gapiring. Men og'zimga qarab gapiraman. Qani tibbiyotda dedim, bemorni o'ziga aytish mumkinmi xuddi shunaqa muomalani? Operatsiyadan chiqmaysan mumkin, tuzalmaysan, foydasi yo'q deyish mumkinmi? Yo'qda, mumkin emas-da. Endi hozir buni dadamlarni operatsiya qilganingizda ham foyda yo'q dedim. Yuring ketdik deb, keyin chiqib ketdik. Yonidagi больницаga kirsak, u yerda ham shunaqa. Men aytdim, "Sizlarga nima bo'lgan?" dedim. Bir ozgina odamning ruhini ko'tarib,
o'lim to'shagida yotgan insonga ham yaxshi bo'lib qolibsiz, ranglaringiz ancha yaxshi deydi-ku odamlar. Albatta. Nimaga bunaqa qilishadi deb. Keyin o Lunacharskiy degan joyda mana bir eskidan qolib ketgan bir doktor bor ekan. U ko'rsangiz doktor ham demaysiz-da ko'rinishidan, kiyinishidan hech doktor demaydi. Keyin shu aytuvdik, yuring hoji bo'ldi, unda yetaklab birinchi etajdan ikkinchi etajga yetalab olib chiqib, ikkinchi etajdan yana birinchi etajga olib tushdilarda, kim aytdi sizni operatsiya qilish kerak deb? Operatsiya qilish kerak deganlarni o'zini operatsiya qilish. Hech qanaqa sizga operatsiya kerak emas. Albatta, endi ikkinchi etajga tushib chiqqandan keyin operatsiya muhtoji yo'q. Tabletga yozib beraman, shundan ichib turasiz dedi. Men aytdim, endi dard og'ir, seriozli dard. Bu dorisi ham seriozli bo'lsa kerak, topilish qiyin bo'lsa kerak dedim. To'g'risini aytaymi, ko'chada semichka sotadigan ham sotadi shu tabletga dedi. Endi oson demoqchi-da. Keyin duo qilib ketdik. Yo'lda kirib aptekaga so'rasam 13 ming so'm deydi. Aytdim, rostdan shumi, adashmayapsizmi? Desam, rostdan shu. Mana shu haligi bilan sabab bo'lib 2021gacha hayot yashadilar, alhamdulillah. Shundan haligi demoqchimanki, bir shirin so'z ham, umid uyg'otish kerak ekanda u. So'z bilan Inshaalloh. Boyagi o'sha qatovni xususiyati aytdingiz-ku, ikkita bo'lsa ham shu Ibn Sino rahmatullohi alayhi ham dunyodan o'tayotganlarda shogirdlari endi biz nima qilamiz, kimga murojaat qilamiz? Bemorlarimizni kimga maslahat olamiz deganda, men sigirlarga sigirni qoldirib ketyapman degan ekanlar. Shuni ichidan qattiq yeysan, yog'ini yeysan. To'g'ri. Endi sabab qilsa, sababini qilish kerak. Bu dunyo sabab dunyosi. Ming holatda ham, har qanday holatda ham endi bir aql ko'tarmaydigan, aqlga sig'maydigan ishlar bo'lsa, bu Allohning qudrati, payg'ambardan mo'jiza, avliyolardan karomat bo'ladi. Undan buyog'ini hammasini sababini qilish kerak. Otimni bog'lab qo'yib Allohga topshiraymi yo haligi jilovini egarni qoshiga osib qo'yib Allohga topshiraymi yo Rasululloh deganlarda otingni bog'lab qo'yib keyin Allohga topshirgin deganlarda. Banda har doim shifoni xohlaydi, lekin banda xohlagan paytda Alloh shifo bermas ekanda. O'zi xohlagan paytda oddiy bitta suv ham yoki mana shu bir stakan choy ham shifo bo'lib ketaverar ekan, o'zi xohlaganda. Tabibga boribdi, tabibga bundoq tomir ushlabdi-da, ko'rib, endi bugundan boshlab sizga o'xshab aytdi. Endi salatlarni, qo'l meva, bodring, pomidor, ko'katlarni ko'proq yeng, olmani ko'proq yeng, uni ko'p banan yeng, qatiq iching desa, doktor janoblari bularni ovqatdan oldin yeymi, keyin yeymi degan ekan. Bular vaqtlarini olmaylik, Shahobiddin akamlarning bemorlari bor. Hozir siz bir iste'mol qilib ko'ring bularni. Yozib tayyorlab qo'ydim. Yozib qo'ydim. Bir yo'la o'sha oladigan mahsulotlarni ham tepasiga yozib ham qo'yishaveradi. Sal hali nima bo'lmaydi. Sizdan xo'pding, yoshi to'liq, xo'pding. O'sha undan keyin boshlayman. Mana shu joyda hamma xizmat qilayotgan bu doktor akalarimiz umrlariga, rizqlariga, qilayotgan kasb-korlariga baraka azim bergin. Uzoq yillar bu xalqimizga xizmat qilib, duolarini olib yurishlarini nasib qilgin. Mana shu joyga bir mana hozir domlam aytganda sababli dunyo ekan. Sababini istab kelganki odamlarni shu joylardan Parvardigor shularni qo'llarini sabab qilib, dardlariga shifo topib, haqlariga duo qilib yurishlarini o'zing nasib va ro'za aylagin. Bu joylarni Parvardigor o'zing xayriyatli, barakotli qilgin. Kelgan jami kasallarning dardlariga o'zing shifo, kulli karam ato qilgin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmat, salomat bo'linglar. Uzoq yillar xalqimizga xizmat qilib, safarlarda yo ehsonlarda hammanglarga yoqadigan duo qilib beraymi deyman. Ha deydi. Keyin ilohim deyman, yashab turgan uyinglar, yotgan spalninglar, hovlinglar, do'kon bo'lsa do'koninglar, ishxonanglar bo'lsa ishxonanglar hammasi dollarga to'lib, o'zingizlar ko'chada qolib ketinglar deyman.